Mani grant dasturida final bosqichiga olib chiqqan motivatsion xatni qo'lga kiritishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun challenge'imizni ikkinchi kuni davom etamiz. DAD ERP dasturiga va umuman boshqa grant dasturlariga motivatsion xat yozishda har xil bla gaplar, ya'ni menga bu universitet yoqadi, bu universitet top 20 taliga kiradi, bu davlat menga yoqadi degan gaplardan voz kechish kerak. Hozir men sizga motivatsion xat yozishda zo'r tavsiya berib ketaman. Mani tavsiyam shundaki, motivatsion xat yozib o'tganda siz topshirgan dasturda ishlaydigan professorlarni maqolalarini, ular ishtirok etgan loyihalarni yaxshilab tekshirib, o'qib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Va o'zingiz ishlagan loyihalar yoki ishni ularning ishlariga, loyihalariga bog'lab ketishingiz kerak deb o'ylayman. Yoki siz kelajakda qilmoqchi bo'lgan loyihalarni ularning loyihalari bilan bog'lab yozib ketishingiz kerak. Va shunda siz albatta keyingi bosqichga o'tasiz. Chunki men ham har doim shunaqa qilishga harakat qilaman va topshirgan grant dasturlarimni 90% da keyingi bosqichga o'taman. DAD ERP dasturida meni final bosqichiga olib chiqqan motivatsion xatni qo'lga kiritishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling va kommentlarda xat so'zini yozib qoldiring. Men sizga uni direktdan yuborib qo'yaman.